Assalamu alaykum hörmətli qarindoshlar. Gollandiya şoförlük pravosi nazariya dərsimizə xoş gəldinizlər. Bugün öyrənəcəyimiz dərsimiz 27-ci dərs. Yəni 26-cı dərsin nazariya qismiga dair məşq suallar, yəni yoldakı tezlikimiz toğrusundakı məşq suallar. Yəni imtahanga bu nazariya toğrusunda qandaq şəkildə suallar çıxdı, bir qarab çıxaylı. Yine sualda deydi, in welke situatie mag u maximaal 80 km/h rijden? Yani iki xil ahval var ekan. Qaysi xil ahvalda siz hozir eng jiq bo'lganda soatiga 80 km tezlikda haydayalaysiz deydi. Yani A rasmga qarasanglar avtobus ekan. Yani biz avtobusda odatda 50'den 100'gacha haydayalaydiq. B rasmga qarasanlar bu ham avtobus, lekin hozir bu yerda bu avtobusda 60 da haydang deb birib, uning keyinda bu yerda 60 da haydash oxirlashdi deb biribdi-chu. Yani mushta avtobusda 60 da haydash oxirlashgandan keyin eng yuqori haydash tezligimiz 80 bo'ladi-chu. Şuna bunun doğru cevabı B. Yani A resimde 100'gacha haydasak bo'ldi, lekin B resimde hazır 60'da haydash oxirlashgan sababidan 80'da haydashimiz kerak. Şuna B resimde en yuqori haydash tezligi 80. Şuna bunun doğru cevabı B. Hem keyingi so'l keldik. What is your Turkistan maksimum snelheid op deze weg? Yani bu yolda sizga haydash yo'l qo'yilgan eng yuqori tezlik qancha deydi. Resim qarasak qanday yo'l? Auto snel weg. Yani tez süratli taş yo'l ekan. Tez süratli taş yo'llarda 60'dan 130'gacha haydasak bo'ladi. Lekin mashinamizga qarasak, keyinda anhangwagen kozib chetiqliq ekan. Yani kozib chetilgan ahval aslida eng yuqori haydash tezligimiz qanchati? 90. Şun bunun cevabı 90. Yani imtihanda mush yo'lg'ilam qarab 130 deb tanlab qoladigan ahvollar uchraydi. Diqqat qilinglar. Yani bu yo'lda agar kozib bo'lmagan bo'lsa 130 ni tanlaydi. Hozir kozib bo'lganlik uchun eng yuqori haydash tezligimiz 90. Hemdik sual, what is your Turkistan maksimum snelheid op deze weg? Yani ma sual jiq bir imtihanga cho'qim chiqadigan bir normal bir sual shaklichu. Yani ikkinchi sualda mushta o'xshash sualni so'ragandi. Yani mush yo'ldagi eng yuqori haydash tezligingiz qanchalik yoki mush yo'ldagi eng tuvan haydash tezligingiz qanchalik? Minimum snelheid, maksimum snelheid deb so'raydi-chu har doim. Savolga obdan diqqat qilinglar. Her xil yo'llarda sual o'xshashchu. Endi yo'lga qaraymiz. Yo'lga qarasak biz hozir Helmond deb ustiga qizil siziq sizib qo'yapti. Demak, Beninda Babavdikomdan chiqib, Bavtunda Babavdikomga kirdik degan gapchu. Bavtunda Babavdikomda eng yuqori haydash tezligimiz 80. Buni o'rgangandik. Yani Beninda Babavdikomda 50, Bavtunda Babavdikomda 80. Şun bunun cevabı bu yolda en yuqori haydash tezligimiz 80. Emdik sual, yani o'xshashlam sual, yo'l o'xshamaydi. Yani bu yo'ldagi eng yuqori haydash tezligingiz qancha deydi. Qarasanglar, Beninda Babavdikommiz, Beninda Babavdikom deganmiz hozir, yani shahar ichi yo'li qanday bildik? Shahar ismining taxtisidan bildik. Biz shu yo'llarni farqlantirishni burungi darslarimizda o'rgangandik-chu. Beninda Babavdikomda eng yuqori haydash tezligimiz 50 de, şun bunun cevabı 50. En keyingi so'l keldik. Hoe hard moet je minimaal kunnen en mogen rijden om op de auto snelweg te mogen rijden? Yani tez süratlik taş yolda haydash uchun siz eng az bo'lganda qanchalik suratda haydayalishingiz kerak deydi. Yani tez süratlik taş yolda haydash tezligimiz eng az bo'lganda 60'dan eng yuqorisi 130'gacha. Hozirgi savol, yani eng az bo'lganda qanchalik haydayalishingiz kerak deydi. Şun bunun cevabı 60. A cevap. Yani 60 km/h.
keyingi savol. What betekent dit bord? Yani ma taxtının ma'nisi nima deydi? A javob atfi sinolhayt, B javob maksimum sinolhayt. Yani er qitimliq imtihanga cho'qim chiqib qoladigan shaklning birisi shu. Obdan diqqat qilinglar, ya'ni nazariya darsida so'zlagan ma'u ko'k kvadratning ichidagi ma taxta atfi sinolhayt, ya'ni takliflik haydash tezligi. Mushu tezlikda haydasak bizning bexatarligimiz uchun yaxshi, lekin cho'qim mushuni hayda deganni bildirmaydi. Şun bunun cevabı A cevap. Atfi sinolhayt. En keyingi savol. Bij welke bord is de maximale snelheid 100 km per uur? Yani hazır qaysi taxtada en yuqori haydash tezligi soatiga 100 km deydi. A taxta bu nimaning belgisi? Auto snelweg, tez süratli yo'lning belgisi. Buning eng yuqorisi qanchaga deylaydik? 130 gacha. B taxta auto vexning belgisi. Eng yuqori haydash tezligimiz 100. Şun bunun to'g'ri javobi B. En keyingi savol. What is her maximal snelheit? Yani ma taxtada eng yuqori haydash tezligingiz qancha deydi. Yani bu qanday taxtda auto snelweg. En yuqori haydash tezligimiz 130'di. Şun bunun cevabı C. Sualga diqqat qilinglar. Mushta taxtalarda so'raydigan savol shakli shu. What is the maximal snelheit? Eng yuqori haydash tezligingiz qancha yoki what is the minimal snelheit? Eng tuvan haydash tezligingiz qancha debchi. Ondan shu savolga cho'qim obdan diqqat qilinglar. Qarablam agar minimalni minimumni maksimum yoki maksimumni minimum deb ko'rib qo'ysanglar, javobni xato tanlab qolasizlar. Yani maksimal eng yuqori, minimal minimum eng tuvan demekçi. Emlik savol. What is dit board? What is not dit board? The maximal snelheit. Yani ma taxtadan keyin eng yuqori haydash tezligi qancha deydi. Bu taxta autovexning taxtasi. Autovexda qanchaga deylaydik? Eng tuvan bo'lganda 50 dan eng yuqori bo'lganda 100 gacha. Shun buning javobi maksimal snelheit, eng yuqori tezlikni so'rabdi. Javobi shun B. 100 km/h. Emlik savol. What is the maximal snelheit in one arf? Yani one arfning ichida eng yuqori haydash tezligimiz, buni hammanglar bilasizlar, 15 km/h. Shun javobi A. En keyingi savol. What word in the matrix board aangegeven? Yani matrix boardda nima berilgan deydi. Yani nazariyat o'rgangan tuqum matrix boardda berilgani maksimal snelheit. Yani mush matrix boardda qancha bo'lsa, yani shu eng yuqori tezligingiz shunda bo'lishi kerak deganni bildirdi. Shun buning to'g'ri javobi B. Yani A javob atfi snelheit, yani bu atfi snelheit emas. Shu ismlarda aniq bo'lsin. Yani matrix boarddagi tezlik atfi snelheit emas, balki maksimal snelheit. Yani bu matrix boardga mushta desangiz yaxshi deb bizga taklif berdi. Balki cho'qim mush eng yuqori tezligingiz mushu bo'lishi kerak deb turibdi. Shun buning javobi B. Yani imtihonga mushu matrix board bilan atfi snelheitninki to'g'risida cho'qim birisi chiqdi uchun. En keyingi savol. Op welke weg mag je 100 km/h rijden? Yani siz hozir qaysi yo'lda soatiga 100 km haydayalaysiz deydi. A rasmga qarasanglar, yani autoveg ikki chiziqning o'ttirisi yeshil rangda 100 yevroning rangida bo'yilibdi. Demak, bu yo'lda 100 haydayalaymiz. B o'xshashlam yo'l, lekin ikki chiziqning o'ttirisi hech qanday rang yo'q. Buning eng yuqori haydash tezligimiz 80 ti. Shun buning to'g'ri javobi A. Yani A rasmdagi yo'lda 100 haydayalaymiz. Endi imtihonga yana bir xil savol shakli, mushta o'zimiz sonni to'shqizimiz, ya'ni tanlash emas, ABC tanlash emas, balki raqamni o'zimiz yozish, mush savolga o'xshash. Mesela masalda what is your to'g'risidagi maksimum snelheit op deze weg? Yani bu yo'lda
siz haydasangiz bo'ladigan eng yuqori haydash tezligingiz qancha deydi. Qarasak qanday yo'l? Avtosin yo'l va tez suratli tosh yo'l. Tez suratli tosh yo'lda eng yuqori haydash tezligimiz qancha deydi? 130. Şuna bununla 130 deb yazamiz. Keyingi savol. Yazid dit bort langs de kant van de weg. Waar rij je nu? Yani siz hozir ma taxtini yo'lning bo'yida ko'rdingiz. Siz hozir qaysi yo'lda haydab ketib borasiz deydi. Qarasak A Zestin, yani mushu A harfi bilan boshlangan yo'llarning hammasini auto, sinyo'l va tez suratli tosh yo'l deb o'rgangandik. Yani biz hozir 16-nomerlik tez suratli tosh yo'lda haydab ketib turibmiz. A16. Şun bunun cevabı B. Opin auto, sinyo'l va tez suratli tosh yo'lda haydab ketib boramiz hozir. Keyingi savol. What is your 90 maksimum sinyo'l hayd op deze weg? Yani bu yolda haydash eng yuqori tezligingiz qancha deydi? Hammanglar bildinglar. Qarasanglar arifning ichida 15. Şun cevabı 15. Yani qisqasi, mushu mashin yo'lda haydash tezligimiz to'g'risida chiqadigan savol shakllari mushundaq. Bu mem ters emas. Şu diqqat qiladigan nuqta savolga obdan diqqat qilish. Ba'zi savollarda maksimum deb so'raydi, ba'zi savollarda minimum deb so'raydi. Shunga diqqat qilinglar. Ondan yo'ldagi taxtalarga obdan diqqat qilinglar. Şu taxtalarga, ondan mashina, keynimizda kozub bormi yo'q, shunga diqqat qilinglar. Şu qisqasi rasmga obdan diqqat qilsanglar, savolga obdan diqqat qilsanglar, taxtaga obdan diqqat qilsanglar, әмниетті bu haydash tezligi to'g'risidagi savollar qat'iy ters emas. Bugungi darsimiz mushu yerda oxirlashdi. Ma'qul bo'lsa, keyingi qitimliq darsimizda ko'rishaylik. Omon bo'lg'aysizlar.